Assalomu alaykum, hurmatli kitobxon. Sizga O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" romanini o'qib bermoqchiman. Shoh Muslim dunyodagi eng dono, eng odil podsholardan edi. Uning mamlakati go'zal, shaharlari obod, xalqi tinch, farovon turmush kechirardi. Ammo podshoning farzandi yo'q edi. Bu faqatgina uning o'zini emas, butun xalqni tashvishga solib qo'ygan edi. Oradan ko'p yillar o'tdi. Podshoh qarib, bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda paytda farzand ko'rdi. Sevinchi ichiga sig'may, 40 kechayu 40 kunduz xalqqa osh berdi. 41-chi kuni esa 7 iqlimdagi barcha dong'i ketgan odamlar, fozilu fuzalo, olimu ulamolarni yig'ib o'g'lini ko'rsatdi va o'z xalqining odaticha uning kelajagini aytib berishini so'radi. Hamma jim. Hammaning boshi quyi solingan. Podshoh hayron bo'ldi. Bu jimlikning boisi nima? Yana hech kimdan sado chiqmadi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Og'ir sukunatni Suqrotdek keksa bir olim buzdi. Shohim, ro'parangizda bosh egib turganlar mendan yosh. Men esa dunyoga qachon kelganimni unutganman. Dunyoning barcha achchiq-chuchugini totgan odamman. Shularning qonidan kechsangiz, men aytay. Ayt, dedi podshoh. Shunda keksa olim dedi: O'g'lingizning dunyoda tengi bo'lmaydi. Na kuchda, na aqlda. 2 oyligida 2 yoshlik bolaning ishini qiladi. 2 yoshida esa 20 yoshlik yigitdek bo'ladi. 10 yoshida o'zini Fir'avn e'lon qiladi. Uning dastidan vayron bo'lmagan uy, mamlakat qolmaydi. Shuning uchun ham umrining ikkinchi yarmi pushaymonda, azobda o'tadi. Jallod! Qichqirdi shunda shoh va tizzasida o'ynab o'tirgan o'g'lini bag'riga bosdi. 40 kunlik bola birdan otasining soqoliga chang solib, yarmini yulib oldi. Gapimning birinchi isboti bu, dedi keksa olim. Shoh quloq solmadi. Olimni olib chiqib ketishdi. Oradan ko'p yillar o'tdi. Shoh Muslim keksa olimning gaplarini ham, o'zini ham unutdi. Shahzoda olim karomat qilgandek kun sayin, soat sayin o'sib, 10 yoshga to'lganda ajoyib yigit bo'ldi. Shoh ham, xalq ham uning husniga qarab, gaplarini eshitib to'yishmasdi. Ammo shahzoda hech kimga parvo qilmas, o'z aqliga, o'z kuchiga mahliyo edi. Ko'p vaqtni otasining taxtida o'tkazardi. Bir kuni osmonu falakni qora bulut qopladi. Qattiq shamol turdi. Bo'ron boshlandi. Sel na odamni ayadi, na dov-daraxtni. Birpasda gullab turgan mamlakat vayron bo'ldi. Shaharlar, dalalar, tog'lar suv ostida qoldi. Bo'ron tingach, shoh va shahzoda o'zlarini suvda qalqib turgan yog'och ustida ko'rdilar. Yog'och shunday ingichka ediki, kimdir ozgina qimirlasa, ikkalovi ham ag'darilib halok bo'lardi. Shahzoda otasiga dedi: Ota, bu yog'och ustida ikkalamiz jon saqlolmaymiz. Sen mening tug'ilishimni istagan eding. Endi qo'yib ber, men yashashim kerak. Shunday deb shahzoda otasini suvga itarib yubordi. Shoh g'arq bo'ldi. Shahzoda o'zga bir mamlakatga suzib kelib, o'zini Fir'avn e'lon qildi. Uning zulmidan, uning qahridan yarim xalq qochib qutuldi. Yarim xalq o'ldi. Mamlakatda Fir'avnning o'zidan boshqa hech kim qolmadi.
U uzoq yashadi, ammo na tushida, na o'ngida hayot lazzatini surdi. Butun umri yolg'izlikda, azob-uqubatda o'tdi. Aytishlaricha, bunday odamlar 100 yilda bir tug'ilar emish. 1900 nechinchidir yilning jazirama yoz kunlaridan birida Mingbuloqqa kiraverishdagi oq tunuka tomli uyning eshigini yosh bir yigit taqillatdi. Olis yo'l yurganidanmi, yo issiq-qattiq ta'sir qilganidanmi, uning oq batis ko'ylagi kuraklariga yopishib qolgan, yoqasi ichidan bo'yniga tashlab olgan ro'molchasi jiqqa ho'l edi. Dam o'tmay u kaftlari bilan yassi peshonasini, baroq qoshlari aralash yuz-ko'zlarini artardi. Ichkaridan hadeganda hech kim chiqavermadi. Yigit beso'naqay karton jomadonini qo'liga olib, eshikni oyog'i bilan itardi. Yangi bo'yalgan jimjimador zangori eshik g'iyq etib ochildi. Yigit ichkariga kirdi. Uy tomoni baland so'ridan iborat bo'lgan chorsi hovlida hech kim ko'rinmasdi. Hovlining o'ng biqinidan o'tgan g'isht yo'lka yonidan gulzorga jildirab suv oqib turardi. Yigit shu tomonga qarab tok tagiga keldi. Shunda u ravonda xontaxtaga tirsaklarini tirab, tasbeh o'girib o'tirgan kampirga ko'zi tushdi. Kampirning ko'zlari yumuq, ajin tortib ketgan ingichka lablari nimalarnidir shivirlardi. "Buvi", dedi sekin yigit uni cho'chitib yubormaslik uchun. Kampir ko'zlarini ochdi va ro'parasida jilmayib turgan yigitga tikildi. Keyin birdan o'zini orqaga tashladi-da, dedi: "Voy o'la qolay, Abdullamisan?" "Men." Abdulla jomadonini yerga qo'yib, ravonga ko'tarildi. "Voy bo'yningga qoqay, voy sadag'ang ketay, sen keladigan kun ham bor ekan-ku." Kampir yoshiga munosib kelmagan epchillik bilan o'rnidan turib, Abdullani quchoqlay ketdi. "Voy men o'lay seni tanimay, indamay termilib o'tiribman-a. Esonmisan, omonmisan, nechuk bolam, nechuk? O'zing keldingmi? Oying, dadang eson-omonmi?" Kampir yangi ko'rpacha solib, Abdullani o'tqazar ekan, sevinchi ichiga sig'may, chang'illab gapirar, Abdulla esa javob berishga ulgurolmay jilmayardi. U Mingbuloqqa bu gal o'zi kelgan edi. Maktabni oltin medal bilan bitirib, ozod qushdek bo'lgani uchun onasi yolg'iz o'zini yuborishga qarshilik qilmadi. Bir jomadon sovg'a-salom qilib berib jo'natdi. Abdulla buvisinikiga umuman shu qishloqqa kelishni yaxshi ko'rardi. Qachonlardir Mingbuloq Qo'qonning qolaversa, butun Farg'onaning eng go'zal saylgohlaridan biri bo'lgan. Mingbuloqning markazidagi Tolzor vodiyning mashhur qiziqchalari, shoir va polvonlarini to'plagan. Qulochga sig'maydigan tollar tagidagi supalarda oshxo'rlar kunni kech qilishgan. Shuhrati butun respublikaga tarqalgan ashulachi, cholg'uvchilarning ashula mashqlarini eshitishgan. Olis yo'lga otlangan sayyohlar ham Mingbuloqda to'xtab, devziradan bir siqim osh qilib yeb ketishmasa, ko'ngillari joyiga tushmasdi. Mashhur Yusufjon qiziqning o'z shogirdi Oxunjon qiziqqa yutqizgan joyi ham shu Mingbuloq bo'lgan. Tumonat odam o'shanda taraf-taraf bo'lib, askiyani to'polonga aylantirgan ekan. Bularni Abdulla ko'rmagan, dadasidan eshitgan. Urush sabab bo'lib Mingbuloqning fayzi ketib qoldi. Buzilgan o'choqlar, chirib, namdan mog'or tortgan so'ralar ser-shovqin Tolzorning o'limini eslatadi. Lekin hali ham bu joylarning ko'rki, hisobsiz katta-kichik buloqlar,
shoxlari bir-biriga shirmashib ketgan bahaybat tollarning shovur-shuvuri muzdek havo dilni ravshan qiladi. Abdulla deyarli har yoz 2-3 hafta oyisi bilan kelib turardi. Ammo 2 yildan beri otasi kasalga chalinib yotib qolganidan beri kelmagan va buvisini juda sog'ingan edi. Qarib, munkillab qolgan qop-qora bu kampirni u yaxshi ko'rardi. Soatlab uning gaplarini eshitardi, zerikmasdi va ko'pincha uning yonida yotib, hikoyalarini tinglab tong ottirardi. Hojar buvi ham nevarasini yaxshi ko'rardi. U kelganda o'tkazgani joy topolmay qolardi. Agar ko'cha-ko'yda bolalar bilan o'ynab u yer bu yeri chaqa bo'lib qaytsa, jig'ibironi chiqardi. Abdulla uning yakkayu yagona nevarasi edi. U o'zi 2 ta farzand ko'rgan edi. Bittasi Abdullaning onasi Shahodat, ikkinchisi kenjasi Obid bo'lib, u shu o'g'li bilan turardi. Shaharga qizinikiga borganda 2 kundan ortiq turolmas, shahar shovqini boshini og'ritardi, siqilardi. Buning ustiga u anchagina qari bo'lsa ham mustaqil hayot kechirishni istardi. O'g'li bilan turishiga qaramay, o'z ro'zg'orini o'zi tebratardi va ko'pincha o'g'li unga yordam berishi o'rniga o'g'lining kam ko'stlarini u to'g'rilab yurardi. Shundan bo'lsa kerak, kim bilan gaplashmasin, o'zini mag'rur tutar va dasturxon atrofidagi eng yaxshi duosi Xudo birovni birovga zor qilmasin edi. Qishloqdagilar uni Otin bibi yo bo'lmasa Zavod aya deb atashardi. Abdulla Otin bibi deyishlarining sababini bilardi. Hojar buvi anchagina o'qimishli ayol bo'lib, bir qancha kitoblarni, dostonlarni yod bilardi. Yoshligida Anbarotinga ergashib bir qancha g'azallar ham bitgan edi. Lekin u nima uchun Zavod aya deyishlariga tushunolmasdi. Qachonlardir paxta tozalash zavodiga yangi kelganlardan biri uni Zavod aya deb chaqirgan. Shu Zavod aya bo'lib ketgan. Fotihadan so'ng Hojar buvi darrov dasturxon yozdi. Bir pasda choy damlab keldi-da, nevarasining yoniga o'tirdi. Voy Abdulla-ey, voy bolam-ey, shunday qilib o'zim keldim degin. Katta yigit bo'lib qolibsan. Katta yigit. Dadang qalay? Rahmat, tuzuklar, dedi Abdulla. Qon bosimlari ancha tushgan. Salom deb yubordilar. Salomat bo'lsin. Bu kasal unga qayoqdan yuqa qoldi ekan? Xudo shifo bersa, tuzalib ketar. O'qishing bitdimi endi? Ha, oltin medal bilan tamomladim. Bo'yingga qoqay. Ular anchagina gaplashib o'tirishdi. Abdulla sovg'alarini topshirdi. Hojar buvi ko'ziga yosh olib duo qildi. Tog'amlar qani? Tog'ang больницаga ketgan, dedi Hojar buvi qandaydir tashvish bilan. Kelinoyingning ko'zi yoriydigan. Bilmadim, bu gal nima bo'lar ekan? Kampir og'ir xo'rsindi. Har bandaning boshida bir tashvish bor ekanda, bolam. 4 ta tug'di. 4tovi ham uyga kelmay qazo qildi. Bunisi endi nima bo'lar ekan? Mayli, ishqilib tog'angning baxtiga o'zi omon bo'lsin. Oraga jimlik cho'kdi. Hojar buvi o'z xayollariga berilib, nevarasini bir daqiqaga unutdi. Keyin esa seskanib o'rnidan turdi. Esim qursin, ovqatga unamay o'tirishimni qara. Ovora bo'lmang buvi, qornim to'q. Ovorasi bor ekanmi? Hozir tog'ang ham kelib qoladi. Sen birpas cho'zilgin. Men darrov osh qilib kelaman. Bor, mening uyimga kir.
Hojar buvi pildirab o'choq boshi tomonga ketdi. Abdulla qishloqqa kelganidan xursand bo'lib o'rnidan turdi. Ancha vaqt hovlining o'rtasidagi nashvati shoxida ko'kovlab turgan musichani, o'choq boshida g'imirlab yurgan buvisi, mo'ridan g'o'zapoyaning achchiq hidini keltirib burqsib chiqayotgan ko'kimtir tutunni tomosha qildi. Keyin esnab ichkariga xonaga, buvisining uyiga kirdi. Bu uyni u juda yaxshi bilardi va yaxshi ko'rardi. Uy keng va chorsi bo'lib, hamma devori tokchalardan iborat edi. Tokchalarda har xil tusdagi katta-kichik qutichalar, hisobsiz kosa, choynak, piyolalar terib qo'yilgan edi. Tokchalar o'rtasidagi ustunlarning g'altak o'tkazilgan qoziqlarida har doim dazmollangan va atir sepilgan sochiqlar osig'liq turardi. Odam kam kirgani uchunmi yo hovlining oftob tushmaydigan joyida bo'lgani uchunmi uy yoz bo'yi salqin turardi. Abdulla muzdek beqasam ko'rpacha ustiga cho'zildi. Yumshoq par yostiqning rayhon hidini eslatuvchi yengil, yoqimli hidi gup etib dimog'iga urildi. Qo'llarini yoyib, ko'zlarini yumdi. Hovlida esa musicha hamon ko'kovlar, chars-chars yonayotgan g'o'zapoya ovozi unga qo'shilib g'alati, orombaxsh ohang kasb etardi. Imtihon tashvishlaridan qutulgan, yuragi ming xil orzular, noma'lum, ammo porloq kelajak lazzatlari bilan to'lgan Abdulla o'zini nihoyatda baxtli his qilar va mudrar ekan, yuzlarida tabassum o'ynar edi. Shu ahvolda u qancha yotdi, uxladimi yo faqat mudradimi bilmaydi, bir mahal quvnoq, yo'g'on erkak ovozi eshitilib turib ketdi. Deraza yoniga borib hovliga qaradi. O'choq boshi oldida tog'asi onasini quchoqlab baqirardi. "O'g'il, oyi, o'g'il, tirik!" Abdulla otilib hovliga tushdi. "Assalomu alaykum, tog'a." Obid aka uni ko'rib, onasini qo'yib yubordi va qarshisiga yurdi. "O jiyan-ey, bormisan? Juda yaxshi kelding-da. Mana sen ham endi jiyanlik bo'lib qolding. Tabriklayman." Abdulla tog'asining qo'lini siqdi. "Hoy, menga qara, o'zini ko'rdingmi?" qichqirdi oshga sabzi bosayotgan Hojar buvi. "Ko'rdim, qop-qora bir jish", dedi Obid aka kulib. "Nafasingni sovuq qilma, qora bo'lsa o'zimizga o'xshar ekan-da." "Kimga o'xshasa ham boshi omon bo'lsin, oyi. Xudoyo aytganing kelsin." "Hoy Obid, samovarni yangila, hali zamon oshim tayyor bo'ladi." Obid aka sevinchidan nimanidir xirgoyi qilib samovar qo'ya boshladi. Birdan u qaddini rostladi va o'choq boshiga qarab baqirdi. "Oyi, otini nima qo'yamiz?" "Qaydam, o'zlaring bilasanlar." Hojar buvining shunday deyishida jon bor edi. Bu uyda hamma narsa uning izmida bo'lib, uning aytgani aytgan, degani degan edi. Oldingi nevaralarining hammasiga ham tug'ilmasdan ism qo'ygan, uydagilar rozi bo'lishgan edi. Lekin ularning bittasi ham turmadi. Kampir ko'nglida bunisiga o'g'il bo'lsa to'xtasin yo tursin, qiz bo'lsa umrinisa qo'yishni niyat qilib qo'ygan edi. Ammo hozir ko'nglini ochgisi kelmadi. Chaqaloqlarning turmasligiga o'zini aybdor his qilganidan o'zini bu gal chetga tortdi. "Qaydam, o'zlaring bilasanlar", dedi u yana ancha jiddiy tusda. "Bo'lmasa", dedi Obid aka Abdullaga ko'z qisib qo'yib, "tursin bo'lsin." Hojar buvi o'choq boshidan chiqdi.
Uning ko'zlari jiqqa yosh edi. Aytganing bo'lsin, dedi o'pkasi to'lib. Omin, nevaramning umri uzoq bo'lsin, boshi toshdan bo'lsin. Hojar buvi yog'liq qo'llarini yuziga surtdi-da, yengining uchi bilan nam ko'zlarini artdi. Abdulla ko'z oldida yuz bergan bu voqeadan sevinchini ham, sevinmasligini ham bilmay qaqqayib turib qolgan edi. Obid aka buni sezdi shekilli, yelkasini bir ikki qoqib qo'yib, mana, jiyanlik ham bo'lib qolding, dedi. Abdulla jilmaydi. Ko'p o'tmay hovli qo'ni-qo'shniga to'lib ketdi. Hamma shang'illab yangi mehmon bilan tabriklar, hazillashar, biri olib, biri qo'yib qandaydir maslahatlar berardi. Zavod aya, endi po'lat sandiqni shamollatadigan bo'ldingizda, beshik to'yi o'zi bo'lmaydi. Nima deyapsiz o'zi? Zavod ayaning po'lat sandiqlaridagi bisot 10ta beshik to'yiga yetadi. Bahona bilan sarpolik bo'lib qolarkanmiz-da, Otinoyi. Senlarga gap bo'lsa bo'ldi, dedi o'choq boshidan kapgir ko'tarib chiqqan Hojar buvi. Mening po'lat sandig'im bilan nima ishlaring bor? O'zingiz bilan olib ketmang deyaptilar-da, dedi yosh bir juvon. Tiling kesilsin, buvinisa, dedi jahli chiqqan bo'lib Hojar buvi. Senga kim xo'p kam zulmni atab qo'yuvdim. Endi berib bo'pman. Nevaramni uylantiraman deb yuribman-u hali. Ish qilib aytganingiz kelsin Zavod aya, nevarangizning boshi toshdan bo'lsin. Yana ancha shang'illab gaplashib tarqalishdi. Gap bilan bo'lib osh tagiga olib ketganini hech kim sezmabdi. Mayli, ertaga boshqa qilib berarsiz, dedi Obid aka. Biz jiyan bilan bedana otib kelamiz. Nima deysan, jiyan? Zo'r bo'lardi, dedi Abdulla sevinib. Hech bedana oviga bormaganman. Bo'pti, azonda uyg'otaman bo'lmasa. Shu tun Abdulla allamahalgacha xayol surib yotdi. U Mingbuloqqa kelganidan xursand, shuning uchun ham xayollari ham Mingbuloqdek toza, sho'x va tiniq edi.